Bir yili Germaniyaga ishga borib qoldik. Urush paytiga. Voy. Ishga turga qilamiz. Shunchalik katta urush ketyapti, o'q o'tib ketadi yonimizdan, Kalashnikdan. Oyoq tagiga bomba portlab ketadi. Shunchalik yomon qo'rqinchli urushlar bo'lyapti, biz ishlayapmiz. Qanoq qilib qo'yaylik keyin. Keyin katta bir loy yasadiku, ichiga yoshundik. Usta bu, qanisiz? Meni pulimni bering. Qaysi pul haqida gap ketyapti, Azamat? Eshak semirsa egisini tepa ekan, dada. Usta bu, 1 yildan beri sizga ishlayib yuribman. Bepul, ishlagan pullarimni bering. Pulingni qanday so'rashni bilmaysan-da, Azamat. Aytgin menga, usta bu, har kun siz bilan sahar ishga borganman. Meni peshona terimni bering, degin. Xo'p, usta bu, har kun sahar siz bilan turib, ishga borib, kunnizni issiqlarga ishlab topgan peshona terimni bering. Yo'q. Oxirgi ishlagan joyimizga ham Xolmurod tug'ilgan kun deb hamma pulni o'zingiz oldingiz. Men ham odam. Dada, men tug'ilgan kunim qachon berildi? Ishlagan pulimni bering, usta bu. Azamatjon, gapni eshitdasan. Hovliqqandan shoshgan yomon-da. Qozog'istonga ish chiqqan. 1 oy ishlaydik, ishlagan pulim senga. Aniqmi usta bu? Men seni biron marta allaganman, Azamat. Qarang-da, ertaga sahar 9 ga kelaman. Tamom.